water. Muzli suvga yuzni solish hozirgi kunda trendga aylangan. Yoki sovuq suvda yuzni yuvish qanchalik to'g'ri? Bu hammaga birdek mumkinmi? Keling tahlil qilamiz. Sovuq suv qon aylanishini sekinlashtiradi, terini tiklanishini pasaytiradi. Muz bu ekstremal sovuqlik. Dastlab teri siqilaydi, taranglik hissi paydo bo'ladi, lekin bu vaqtinchalik refleks. Davolovchi ta'sir emas. Siz kuchli mustahkam teriga egamisiz? Okey, sizga foyda bergandir. Lekin akneli, rozatsiyali, ta'sirchan, quruq teri egalariga bu shunchaki stress. Teri stress oldimi, tiklanish sekinlashadi. Mikrosirkulyatsiya pasayadi. Yorqinlik emas, xiralik paydo bo'ladi. Unutmang, har xil trendlar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi va teringizga mos tushavermaydi. Har kimning terisi o'ziga xos alohida dunyo. To'g'ri, bu oddiy narsadek tuyulishi mumkin, ammo siz o'ylaganchalik oddiy emas. Siz qanday haroratda yuzingizni yuvasiz? Kommentariyada albatta fikringizni qoldiring. Yuz yuvishda ham haroratga e'tibor bering deya Sofi shu.